35. Faqat so'qda yuradigan modeli. Yondan ko'rinishi, ko'chkalari o'zgacha va salon qismiga baho beramiz. Xo'p. Mashinaga o'tirgandan keyin sizdeni sразу o'zingizga moslashtirib, upravleniyasi to'g'ri bo'ladi va doimgidek kameralari, cruise control, abagrev, abduf, даже massaj, ikkita old sideniyada head-up, bu yoqlari chiziqlari yonadi, chiroqlari qizil, yashil, 7 xil usulda kamalak rangida. Xo'p, bu yoqda bu skorit emas, bu faqat zvukni baland-past qiladigan shaybachasi xolos. Ko'pchilik buni skorit deb uryapti, lekin skorit doimgidek mana bu yerda bo'ladi, boshqa inomarkalarga qaraganda. Xo'p, 18 ta, ya'ni kolonkasi bor ekan, sanab chiqdim. 18 ta bor ekan, qoyil. Ovoz yorib borsa kerak, orqasi prosta keng, atamankalari bor. Oldida ham, orqasida ham atamanka, maza qilib dalniy yo'lga do'stingiz bilan ketayotganda, oila bilan ketayotganingizda otangiz, onangiz oyoqlarini cho'zib, bemalol ketsa bo'ladi ekan. Oilaviy, chiroyli mashina. Xo'p, mana orqa sideniyalarini ham ko'ryapsiz. Bu yoqda abagrev bor, duf bor, panoramik lyuk ochiladi. Badlagodniklari bor. Orqa ko'rinishi. Bagaj. Bagaj kengligi juda katta emas, lekin chuqur joyi ham bor ekan. Sidena oldinga yotadi. Mashina faqat to'liq elektr zaryadkada yuradi, ya'ni 480 zapas xodi bor. Oilaviy sayohatlar uchun bemalol yetadi. Jeli brendi eshitmaganlar uchun aytib o'tish joiz deb bilaman. Ya'ni O'zbekistonda rasmiy ofitsial dilleri ochilmoqda. Yaqinda 15-noyabr yoki 20-noyabrlargacha ochilish arafasida Toshkentda o'zida 2-3 ta filiali bo'ladi. Keyinchalik ko'payadi bu filiallar.